Assalomu alaykum G'ayrat aka. Sog'ligingiz yaxshimi o'zingizni? Mana bugun biz madaniyatdamiz. Hurmatli eng bizni hurmat qilgan shoirlarimizdan G'ayrat aka xonadonidamiz, bog'damiz. Bugun biz shu ancha yillar o'tib ketdi. Bir qo'shiqlaringizni ijro qilgan edik. Turnalar, har kimsaning o'z yurti, o'z xonasi yaxshi degan bir she'rlar yozgansiz bir vaqtlar. Bu ancha 30-40 yil oldi. O'shalarni bir ozgina shu she'rlar to'g'risida bizga bir har bitta she'rda o'zini bir tarixi bo'ladi yoki bo'lmasa bir sababi bo'ladi. Shular to'g'risida bir ozgina suhbatingizni keldi ekan. Avvalo sizga salomatchilik tilaymiz. Mana shu biz baxtimizga, shoirlarning baxtiga, oilangiz baxtiga doim salomat bo'ling. Xonadoningizda doim yaxshi kunlar olsun. Biz siz ko'proq she'rlarda yozavering. Biz shu she'rlarni qo'shiqlar aytaveramiz. Aka sog' bo'ling. Mana shu bizga ozgina bir suhbat bersangiz mana shu to'g'risida. Xursand bo'lardim. Juda ko'pchilik vatan haqida she'r yozadi. Bu she'r yozmasa vatan haqida. Chunki vatanni o'zida yashab turganidagi she'r vatan haqida she'r yozolmaysa. Qachonki vatandan ayrilibda yozilgan she'r, masalan bu Toshkentdalik paytimda, talabalik paytimda yozilgan. Ha, ancha yil oldi bunga. Ha, talabalik paytimda yozilgan she'r bu mana shu vatanni qumsab turib yozilgan, deymi? Yozilgan. Endi shuni Habibullo degan Qo'rg'ontepalik rahmatli ketdi og'ayni. Bu she'ringiz Erkin Vohidga albatta yoqadi. Desa tortinganmanda, men Erkin Vohidga qanaqa qilib olib boraman bu she'rni? Desam, men olib boraman. Yana o'zim pechat qildirgan, boshqa qilgan o'tirsak, menga fotiha bergan Erkin Vohidni olib ketdim. Endi to'xtay haliga. Bu o'zi shoir yozib-ku, o'zi qani, nima katta zangni qilib kelmadi deydimi? Deb bo'lsa, men she'ring yoqmadi deydi, meni bir keyin bordik. Demak, desak, Yoshlik jurnali redaktori Erkin Vohidga yozib qo'ygan xonada, endi eshigini ushlaymiz, haligini kirgani qo'rqaman. Shunda Habibullo og'aynim shart eshik ochib itarib kirgizdi. Erkin aka oldi. Katta xona ekan, Erkin Vohidda bitta o'zi. Men Erkin Vohidda kamtarligini shuna ko'rganman. Ana shu 15 metrcha joydan yurib kelib, mendan keling dedi. Shunaqa she'roq keldim deb o'tiring deyman. Shuna ko'rdim. Ko'rib turib, G'ayratjon, yana she'rlardan bormi dedim, hayron bo'ldim. Tabii, mendan atimni so'raganim yo'q, familiyamni so'ramasdan turib, qanday birdaniga atimni aytdi. Ma'qul bo'lgan-da shuni. Bo'ldi, men atim qanday bo'lgan desam, hali she'rdagi G'ayrat yozilgan. G'ayratning o'zini o'z xonasi degan joy. Men aytdim, eng yaxshilari shu. Degandan keyin buni dedi, bitta rasmga bilan olib kelasiz dedi, buni Yoshlik jurnaliga dedi, chiqaramiz. Deb turib, hop, bitta rasmni olib kelsam, yana ikkinchi marta aytdi, sizni ovora qilaman ekan, men rasmni ikkita qilib kelasiz, mo'larni ko'paytirib kelasiz, endi O'zbekiston san'at adabiyotida oq yo'lan beraman. Oq yo'lan beraman degandan keyin, xo'p, yana 3 chiqib ketdim. Hali ko'paytirib kelsam, 3-chi kelgan paytimda, oradan bir kun o'tib, ko'rdingmi? Ustozning oldida maza qilib gapirishaman deb kelyapsiz dedi. Mana bu gapirisha olmayapti, mana bu uyimni adresi, vizitni kartochka. Har shanba uyga boring. Shunaqa qilib Erkin Vohidning uyida 4 yil ham suhbat o'tdi. Men Erkin Vohidni kamtarliklarini juda ko'p ko'rdim. Uyda mehmon qilib, bitta mehmonga choy qo'ydirgan emas. Hatto menga, yak bo'lsa-ham menga choy qo'ydirmaganda, ana haligi kamtarlik haqida yozgan she'ri shu o'zi shunga amal qilgan odam edi. Chaynaklar, piyalaklar, chaynaklar bor. Shu. Shunda bir kolxozchi odam chorvador ekan. Ancha o'qishni bitirgandan keyin bir Toshkentga borib qoldim. Bir odam talab etib, yetib yurgan odam kelib keldi.
Lekin men tanimaysiz, men dedi Chorvada baqara olishni xotinim sog'inchi, hali sog'uvchi dedi. Erkin vaqt to'yga kelibdi, deyishini istayman, shunaqa sunnat to'y qilyapti dedi. Yo'ldan bir dadaxon borib kelamiz dedi. Dadaxonaga qaratib, dadaxon Nuridinga yozuvchi. Men qaynog'alarimni uyga turdim, G'ayratjon Dilorasi dedi, men shunaqa anjay qaytyapman, bilet oldim dedi. Qani bilet oldi? Virtualda sizni 6 tarafgacha olib borib qo'yib, raznicasini beraman dedi. Haligi yerga bordik. Bordik, endi bizga sodda odamlar ekan, qorong'u gap keldi bor. Qorong'uda chivin. Bittasi chachib olib, bunday qulovda chivinlar uchib ketdi, tagidan ikkita lavash non bilan hali pechakdan chiqdi. Aytibdi, shunday piyodaga soldi, choydan quying deb qo'yib. Men ham shunaqa qildim. Borib, hali ichgandan keyin biz stolga chiqinadi. Chiqib, men shunaqa o'g'ay, hali odam atini bilib olgan. O'g'ayning uylanganda to'yga aytmadim deb qopoldim. Mana o'g'lim to'yga aytdi. Deb she'r o'qib. Shunday ekan, she'r o'qib bergan. Men ham hozirgi o'sha har kimsani degan she'rini o'qib bergan. Demak, erkin akamga ma'qul bo'lgan ekan. Ma'qul bo'lgan. Keyin endi Hanesi yaxşı. Her kim senin yüzüktü, öz hanesi yaxşı. Hop egriyu, hop doğruyu, astanesi yaxşı. Hop egriyu, hop doğruyu, astanesi yaxşı. Özge yerli meyhanesini elim küçes çayhanesi yaxşı. Yaxşı, yaxşı çayhanesi yaxşı. Yaxşı, yaxşı çayhanesi yaxşı. Kaşanesi yaxşı, g'ayratning o'zi gulshan. Kaşanesi yaxşı, yaxshi, yaxshi, kaşanesi yaxşı. Yaxshi, yaxshi, kaşanesi yaxşı. Yaxşı, hop egriyu, hop doğruyu, astanesi yaxşı. Hop egriyu, hop doğruyu,
yaxshi. Bu balavu Anjan pedagogika institutida o'qiyotganimda turnalar. Turnalar, Ha, ikkinchi ha, asar. ha. Shu bolalarga adabiyotshunoslikdan dars beryapti, shuni misol keltirgan. Shu studentlarning ichida bittasi ham uyga solgan buni. Hozir ati bilmayman shu. Ha, ha. Shunda she'r san'ati haqida shuni misol keltirganman. Osmondan o'rdaklar uchib o'tib ketgan. Haligi yovvoyi o'rdaklar. Turnalar masala. Ha, ha. Bundan ilhomlantirib haligi adabiyotshunoslikda aytganmanki, bolalar aynan o'zini olinmaydi bitta narsani. Aynan o'zini olsang, nima? Hozir nima deb atalardi? Uni badiylashtirish kerak, to'g'ri? Voqelikni badiylashtirish. Osmon bag'rini to'ldirib uchib bora o'rdaklar desak, o'rdak degan so'z she'rga tushmaydi. Tushmaydi. Turnalar Ha, turnalar. She'riy so'z bor. She'rga sig'adigan so'z bor, sig'maydigan so'z bor. Masalan, poyezd degan so'zni agar shuni kiritsang, xuddi atanadan suya chiqqandek bo'ladi. Ana shuni sig'adigan joyga bu turnalar odam biror narsaga erisha olmasdan armonda qolgan. Hamma turna nima? Hozir siz manzilga shoshasiz, u manzilda o'ynamas. Uning yolg'izligi sizga yetib olsa bas og'irida. Ana shu turnalarning maqsadi ana shu bir manzilga yetish bo'lsa, uni orqasida qolib ketgan yolg'izlikning yomonligi haqida bu she'r. Yolg'izlik. Odam yolg'iz qolmaslik kerak. Uni maqsadi manzilga yetish emas. Uni maqsadi ana shularga yetish. Endi hozir she'rlar kamroq yozyapman, sababi haligi no'noq shoirlar haqida juda ko'p anekdot chiqib ketdi. Ularni men ham o'zim ham juda ko'pchilikka gapirib yuraman. Ana shular safida bo'lib qolmaslik uchun juda she'r yozishdan ehtiyot bo'laman. Hali bir ikkita no'noq yosh shoir bir shoirni oldiga kelib, katta shoirni oldiga kelib, ikkovimiz she'r yozdik. Qaysi birimiz kuchliligini aytib bering desa, o'qi debdi bittasi, o'qidi. O'quvdi, men o'qimaganiga qarab turib aytdiki, mana uni she'ri senikidan yaxshiroq dedi. Hali u o'qigan yo'q edi. Bundan battar she'r olmaydi dedi. Osmon bag'rin to'ldirib uchib borar turnalar. Osmon bag'rin to'ldirib uchib borar turnalar. O'z to'piga yeta olmay bitta turna zorlanar. Bitta turna zorlanar. Yolg'izlikda qoldim, kutdim uni turnalar. Yolg'izlikda qoldim, kutdim uni turnalar. Shafqat qiling g'aribga, jigar bag'ring
tırnanar, tırnanar, tırnanar. Ciger bağrı tırnanar. Siz manzilga shoshasiz, u manzilni o'ylamas. Siz manzilga shoshasiz, u manzilni o'ylamas. Uni yolg'iz tilagi sizga yetib olsa bas, olsa bas, olsa bas. Sizga yetib olsa bas. Osmon bag'rin to'ldirib uchib borar turnalar. O'z to'piga yeta olmay bitta turna zorlanar, zorlanar, zorlanar. Bitta turna zorlanar, bitta turna. Bu bitta narsa bordi, bir tushunmagan yerim bordi. Bir vaqtlar endi o 40 yil uyog'ida G'ulom akamdan bitta qo'shiq eshitganman. Gul ichkida bulbul. Shuni ham siz she'ringiz deyishadi. Shu to'g'rimi? Siz G'ulom akam aytgan ekan. Chiroyli aytgan ekan. Toshkent musiga keyin Pattoxon aka Mamadaliyev kelgan dutor haqida. Dutor, ha. Bor, bitta qo'shiq bor dutor haqida. U ham sizniki. Hilol aytgan. Ha, Hilol aka. Juda chiroyli. O'shanaqangi bir biz endi shu vaqtlarda orqa varaqda eshitardik-ku, lekin siznikiligini bilmasdik o'sha yerlarda. Shu G'ulom akam aytganini ham juda yaxshi qo'shiq bo'lgan. Shu madaniyatli bir shunday G'ayrat aka degan odam yozgan degan narsani eshitganman. Lekin buni mana analik kirib oldi, demak siz she'ringiz ekan bu ham. Rahmat. Aka, sog' bo'ling. Kelgandan keyin aytaman, til bilish kerak. Sog'lik domlani gapi bor. Kimki biror millat tilini bilsa, u millat unga zulm qilmaydi. Shu millat. Shu millatga hurmat ham bo'ladi. Ha, bo'ladi. Shunday til o'rgan. Bu til o'rganishga bugun juda katta imkoniyat bor. Biz davrimizda haligi unaqa til o'rgatadigan markazlar yo'q edi. Yo'q edi. Hozir bor-da. Ha, bor. Hozir bor. Aka, mana shu ma'noli suhbatlar uchun juda katta rahmat. Siz bilan mana hozir ko'p suhbat qildik, juda maza qildingiz. Nima desam ekan? Bunaqa suhbat kamdan kam bo'ladigan narsa. Hozir mana aytyapsiz, kitob o'qish kerak. Yoshlarimizga bir tavsiyangiz. Mana haqiqatan hozirgi ko'p o'qiyotgan zo'llari ham bor. Yaxshilar. Shu she'riyat kuchaytirish uchun demak biz kitobga suyanishimiz kerak, tilga suyanishimiz kerak. Mana shu kelajakdagi sizga o'xshagan, mana shu G'ayrat akamga o'xshagan, G'ayrat aka sizga o'xshagan, Farid akamga, Nusratullo akamga o'xshagan shoirlar ko'payishi uchun demak mana shu ishlarni yoshlarimiz qilish kerak ekan. Bir hozirgi yosh shoirlarimizga bitta duo qilib bering aka. Shular ham sizga o'xshab rivojlansin, sizga o'xshab she'rlari chiqsin, dunyo tanisin. O'shaning uchun hozir keldikki, bunaqangi bir ikki og'iz suhbat qilaylik siz bilan deb kelgan niyatimiz shundan.
Allohu la ilaha illalloh hayyul qayyum. Amin. O'zining tadbiri bilan ishlarni tartibga solgan, mo'tadillikni xulqqa chiroyli bergan, insonni eng go'zal shakli shamoil bilan ziynatlab, ziyoda nuqsonlardan asragan, jamiki maxluqot mavjudotlarga rizq berib, Razzoq Rahmon sifat bilan sifatlangan, 18 ming olamni bekamuko'z qilib yaratgan she'riyatni insonlar qalbiga jo qilib qo'ygan Alloh taologa hamd bo'lsin. Allohumma salli va baraka. Aka rahmat. Salomat bo'ling. Mana shu oilangiz baxtiga, biz baxtimizga sog' bo'ling aka. Rahmat. Maza qildingiz siz bilan.